Assalomu alaykum qadrli kanalimiz obunachilari. Bugun 2026-yil 13-mart sanasi Moskva vaqti bilan soat erta bilan 8:35 ni ko'rsatmoqda. Ushbu ko'rib turgan kurslaringiz, ya'ni $100 kursimiz 7950 rublni tashkil etmoqda. Bu Rossiyaning Sentralniy bankidagi dollarni rublga nisbatan kursi hisoblanadi. Adashtirib olmanglar. Bu Rossiyadan O'zbekistonga dollar jo'natish kurslari emas. Biz Rossiyadan O'zbekistonga pul yuborish endi yanada qulay va tushunarli. Anjirpay moliyaviy ishlaringiz uchun yagona ilova. Rossiyadagi bank kartalaridan Humo, Uzkart va Visa kartalariga pul o'tkazmalari, shuningdek naqd pul yuborish xizmati ham mavjud. Kommunal xizmatlar, internet, TV, jarimalar, soliq va kredit to'lovlari 24/7 qo'llab-quvvatlash xizmati. Anjirpay Rossiyadan O'zbekistonga qulay pul o'tkazmalari. Ilovani barcha platformalardan yuklab oling. Xoslarga mana shu ekranda ko'rinib turgan 11 ta programma bo'yicha Rossiyadan O'zbekistonga dollar jo'natish kurslarini ko'rsatib o'tamiz. Undan keyin esa mana shu ekranda ko'rinib turgan 15 ta programma bo'yicha Rossiyadan O'zbekistonga rubl jo'natish kurslarini ko'rsatib o'tamiz. Undan avval esa biz birinchi o'rinli O'zbekistondagi barcha valyutalar kurslari bilan sizlarni tanishtirib chiqamiz. Birinchi o'rinli O'zbekistondagi dollar kursini aytib o'tamiz. O'zbekistonda $100 kursimiz 1,217,652 so'm tashkil etmoqda. Endi esa yevro kursini aytib o'tamiz. 100 yevro kursimiz esa O'zbek so'miga 1,400,924 so'm tashkil etmoqda. Endi esa Rossiya rubl kursini aytib o'tamiz. Rossiya 1000 rubl kursimiz esa O'zbek so'miga 153,160 so'm tashkil etmoqda. Endi esa turk lirasini aytib o'tamiz. 1000 turk lirasi esa O'zbek so'miga 275,552 so'm tashkil etmoqda. Endi esa qozoq tangasini aytib o'tamiz. 1000 qozoq tangasi esa O'zbek so'miga 24792 so'm tashkil etmoqda. Endi esa qirg'iz so'mini aytib o'tamiz. 1000 qirg'iz so'mimiz esa O'zbek so'miga 139,239 so'm tashkil etmoqda. Endi esa qadrli kanalimiz obunachilari, Rossiyadan O'zbekistonga dollar hamda rubl jo'natish kurslarini ko'rsatib o'tamiz. Agarda shu videoroliklarimiz sizlarga foydali va manfaatli bo'layotgan bo'lsa va har kuni shunaqa videoroliklar chiqarishimizni xohlasanglar, sizlardan iltimos qilgan bo'lardim. Mana shu videoroligimizga bittadan like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lmasdan ko'rayotgansiz, mana bu yerda obuna bo'lish tugmachasi turibdi. Ya'ni mana bu yerda qora rangda pastda tugmasi turibdi va mana bu yerda kommentariya yozib qoldirsanglar juda ham xursand bo'lgan bo'lardik. Har bitta yozayotgan kommentariyalaringiz va har bitta bosayotgan like tugmachalaringiz bizni har kuni shunaqa videolar tayyorlashimizga bizga motivatsiya bo'ladi. Ko'p gapirib sizlarni qimmatli vaqtlaringizni olmaslik maqsadida Rossiyadan O'zbekistonga dollar jo'natish kurslarini Anjirpay programmasi orqali ko'rsatishni boshladik. Anjirpay programmasi hozirda juda ham qulay kurslarda ketmoqda. Ya'ni ushbu programma orqali Rossiyadan O'zbekistonga eng qulay kurslarda pul jo'natishingiz mumkin. Bundan tashqari ushbu programma orqali O'zbekistondagi barcha kommunal to'lovlarga ham to'lovsiz bo'ladi va hozirgi kunda shu programma orqali O'zbekistonga 100 ming rublgacha pul jo'natadigan bo'lsangiz, 400 rubl sizga bonus qilib qaytarib beradi. Ko'rishlar mumkin. Birinchi bo'lib dollar jo'natish kurslarini ko'rsatadigan bo'lsak, ko'rishlar mumkin 8064 rublimiz. Xohlasangiz Visa kartaga, xohlasangiz naqd pul o'tkazmasda ikkoviga ham bir xil kursda $100 bo'lib ketmoqda. Ma'lumot o'rnida eslatib o'tamiz, Anjirpay hamda MPay programmalarida naqd pul o'tkazmasini amalga oshirsangiz, O'zbekistonda avvallari faqatgina universal banklardan 7 talik kod qilib olardingiz. Hozirgi kunda esa universal bank yoniga Garant bank qo'shildi. Ya'ni Garant bank va universal banklardan bemalol naqd pul o'tkazmasini dollar ko'rinishida qabul qilib olishingiz mumkin. Keyingi programmamiz Zolotoy Karon programmasi bo'ladi. Zolotoy Karonda $100 kursimiz 8273 rublni tashkil etmoqda. Sendi programmasi $100 kursimiz 8197 rublni tashkil etmoqda. Mir Privilegiyada Uzbek promo kodi bilan $100 kursimiz 8204 rublni tashkil etmoqda. Sberbankda $100 kursimiz 8273 rublni tashkil etmoqda. Endi esa Yubor programmasini ko'rsatib o'tamiz. Yubor programmasi $100 kursimiz 8220 rublni tashkil etmoqda. Endi esa MPay programmasini ko'rsatib o'tamiz.
MP programmasida ko'rishlar mumkin. 8060 rubl. Xohlasangiz O'zbekiston barcha viza kartalariga $100 bo'lib tushmoqda. Xohlasangiz naqd pul o'tkazmasida $100 bo'lib ketmoqda. Endi esa Paygram programmasini ko'rsatib o'tamiz. Paygamda 8060 rubl. O'zbekiston barcha viza kartalariga $100 bo'lib tushmoqda. Endi esa Quick Pay programmasini ko'rsatib o'tamiz. Va promokodga KAS promokodini teramiz va bizga 20 rubl ekonom qilib beradi. Hozir ko'rsatib o'tamiz. Mana 8187 rubldan 8167 rublga qisqardi. Va ko'rishlar mumkin Quick Pay programmasi $100 kursimiz KAS promokodi bilan 8164 rublni tashkil etmoqda. Endi esa Unired Mobile programmasini ko'rsatib o'tamiz. Va ko'rishlar mumkin Unired Mobile programmasi 8064 rublimiz O'zbekiston barcha viza kartalariga $100 bo'lib tushmoqda. Ko'rishlar mumkin. Bundan ko'rinadiki 2026-yil 13-mart Moskva vaqti bilan soat erta bilan 8:43 holatiga ko'ra Rossiyadan O'zbekistonga eng arzon dollar jo'natish kursi programmasi bu Anjir Pay hamda MP programmalari bo'lmoqda. Ya'ni Anjir Pay programmasida ham 8064 rublimiz, xohlasangiz viza kartaga, xohlasangiz naqd pul o'tkazmasida 8064 rublimiz $100 bo'lib ketmoqda. MP programmasida ham xuddi shu kurslar, ya'ni 8064 rublimiz O'zbekiston barcha viza kartalariga hamda naqd pul o'tkazmalarida ham $100 bo'lib ketmoqda. Ma'lumot o'rnida yana bir bor qaytarib o'tamiz. Anjir Pay hamda MP programmalaridan pul jo'natadigan bo'lsangiz, O'zbekistondagi Garant Bank va Universal banklardan 7 sonli kod qilib bemalol naqd pul ko'rinishida, ya'ni dollar ko'rinishida qabul qilib olishingiz mumkin. Mana qadrli kanalimiz obunachilar, Rossiyadan O'zbekistonga dollar hamda O'zbekistondagi barcha valyutalar kurslari haqida sizlarga batafsil ma'lumotlar berib o'tdik. Endi esa mana shu ekranda ko'rib turgan 15 ta programma bo'yicha Rossiyadan O'zbekistonga rubl jo'natish kurslarini ko'rsatib o'tamiz. Har bitta programmani komissiya haqqini 1000 rublni ustiga qo'shib bir yo'l hisoblab aytib o'tib ketamiz. Anjir Pay programmasidan boshlaymiz. Ushbu programmada 50 rubl komissiya qolinadi, ya'ni kartangizdan 1050 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 150 ming so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Salom Pay programmasi bo'ladi. Shu programmada 50 rubl komissiya qolinadi, ya'ni kartangizdan 1050 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 147 ming 20 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz MP programmasi bo'ladi. Shu programmada 14 rubl komissiya qolinadi, ya'ni kartangizdan 1014 rubl yechadi va O'zbekiston barcha plastik kartalariga 150 ming so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Merpurligi programmasi bo'ladi. Shu programmada 50 rubl komissiya qolinadi, ya'ni kartangizdan 1050 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 147 ming 220 so'm bo'lib tushmoqda. Keyingi programmamiz Avosend programmasi bo'ladi. Ko'rishlar mumkin Avosend programmasi ishlamayapti ekan, ya'ni texnik nosozlik bo'lyapti. Endi esa Quick Pay programmasini ko'rsatib o'tamiz. Ushbu Quick Pay programmasida 50 rubl komissiya qolinadi, ya'ni kartangizdan 1050 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 149188 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Paygram programmasi bo'ladi. Shu programmada 97 rubl komissiya qolinadi, ya'ni kartangizdan 1097 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 150 ming so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Tinkoff, ya'ni T-Mobile bo'ladi, T-Bank bo'ladi. Shu programmada sizga har oy 20 ming rublgacha limit beradi, ya'ni siz 20 ming rublgacha pul jo'natadigan bo'lsangiz, sizdan hech qanaqa komissiya qolmaydi va 1000 rublni o'zi O'zbekiston barcha plastik kartalariga 142512 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Zolotoy Korona programmasi bo'ladi. Shu programmada 50 rubl komissiya qolinadi, ya'ni kartangizdan 1050 rubl yechadi va O'zbekiston barcha plastik kartalariga 147706 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Sendi programmasi bo'ladi. Shu programmada 50 rubl komissiya qolinadi, ya'ni kartangizdan 1050 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 147 ming so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Yubo programmasi bo'ladi. Shu programmada 50 rubl komissiya qolinadi, ya'ni kartangizdan 1050 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 147 ming so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz
tezda programmasi bo'ladi. Shu programmada 50 rubl kam saqlanadi, ya'ni kartangizdan 1 million rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 148.850 so'm borishmoqda. Keyingi programmamiz Unired Mobile programmasi bo'ladi. Shu programmada 50 rubl kam saqlanadi, ya'ni kartangizdan 1 million rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 150 ming so'm borishmoqda. Keyingi programmamiz Sberbank programmasi bo'ladi. Sberbankdan Hamkorbank plastik kartasi ming rublimiz 144.795 so'm borishmoqda. Sberbankdan Agrobank plastik kartasi ming rublimiz 142.500 so'm borishmoqda. Sberbankdan Xalqbank plastik kartasi ming rublimiz 142.500 so'm borishmoqda. Sberbankdan Milliy bank plastik kartasi ming rublimiz 142.500 so'm borishmoqda. Sberbankdan Mikrokredit bank plastik kartasi ming rublimiz 142.500 so'm borishmoqda. Sberbankdan Uzunbank plastik kartasi ming rublimiz 144.530 so'm borishmoqda. Bundan ko'rinadiki 2026-yil 13-mart Moskva vaqti bilan soat 7 bilan 8:48 holatiga ko'ra Rossiyadan O'zbekistonga eng baland rubl jo'natish kursi programmasi bu Anjir Pay programmasi bo'lmoqda. Ya'ni ushbu programmada atigi 10 rubl kam saqlanadi, ya'ni kartangizdan 1010 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 150 ming so'm bo'lishmoqda. Undan keyingi o'rinlarda MP programmasini tavsiya qilaman. Ya'ni ushbu programmada 14 rubl kam saqlanadi, ya'ni kartangizdan 1 million rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 150 ming so'm bo'lishmoqda. Mana qadrli kanalimiz obunachilar, Rossiyadan O'zbekistonga dollar hamda rubl jo'natish kurslari hamda O'zbekistondagi barcha valyutalar kurslari haqida sizlarga batafsil ma'lumotlar berib o'tdik. Agarda ushbu videorolarimiz sizlarga foydali va manfaatli bo'lgan bo'lsa, bittadan like tugmachasini bosib kanalimizni qo'llab-quvvatlashni unutmaymiz. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Xayr, sog' salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Biz bilan o'tkazgan vaqtingizga rozi bo'lasiz.